Masalan, agar xotinim bo'lsa bitta mashina pодарок Mashina. Assalomu alaykum do'stlar. Yaqinda 8-mart ayollarga pul kerakmi yo gul kerakmi? Hozir o'zlaridan so'raymiz. 8-martga nima sovg'a kutishyapti? Siz bayramga erkaklardan qanaqa sovg'a kutyapsiz? Men kir mashina kutyapman deb. Kir yuvish mashinasi chiqib ketdi o'yindan birinchi bo'lib. Oddiy qilib, misol uchun arzon bo'lsa ham gul. Например, можно на русском? Да, или- можно. Хорошо. Ну, маме чаще всего можно подарить цветы, она будет счастлива. И, ну, любовь это самый лучший подарок. 8-martga erkaklardan qanaqa sovg'a kutyapsizlar? Siz? Gul. Siz? Gul tipa chiroyli anaqa. Son qiladiganda. Ha. Prям pionniy bo'lsa bu. Bo'lsa bo'ldi. Xo'p, rahmat katta. 8-martga ayollarga nima sovg'a berish kerak? Gul. Gul. Gul, pul. Pul topish yo'lini aqtash kerak. Pul. Masalan, onaga bo'lsa gul yaxshi. Qizlarga bo'lsa? Qizlarga yarashmaydi u narsalar. Ayollar birinchi o'rinda atir bilan gullarni yaxshi ko'radi o'g'lim. Agar masalan boya ketsam onamga bitta samolyot pодарок qilaman. Samolyot. Keyin masalan, agar xotinim bo'lsa bitta mashina pодарок Mashina. Erkaklardan qanaqa sovg'a kutasizlar bayramga? Endi bilmadim, balkim guldir. Gul yetadi. Ha, gul, shirinlik. Я думаю, сертификат на какой-нибудь магазин косметики. Ну, то же самое, что она. Bir xil. Да. Menga sovg'ani qimmat, arzonligini farqi yo'q, e'tibor. Misol uchun Shuncha ayollar gul yaxshi ko'radi. gul. 8-martga qizlar har xil sovg'a kutishyapti, lekin maslahatim Premium Trade tomonidan premium kursimizga voucher sovg'a qilinglar. Ana shunda qizinglar umuman moliyaviy erkinlikka ega bo'ladi. Sizlardan pul so'ramaydi. Maslahat.